Hammaga xayrli kun, hurmatli o'quvchilar. Men Asal Muxtarovna kino va rus tili onlayn kursining rus tili ustozi bo'lib kelaman va bugun biz siz bilan bepul darsligimizda tanishuv mavzusini birgalikda ko'rib chiqamiz. Agarda bu video sizga qiziqarli bo'lsa, videoni albatta oxirigacha ko'ring va bugun tanishuv usullarini birgalikda ko'rib chiqing biz bilan. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, biz darsligimizni boshladik. Demak, hurmatli o'quvchilar, birinchi tanishuvda qiladigan elementimiz bu so'rashish bo'ladi va so'rashishda biz nima aspektlarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi so'zimiz bu здравствуйте. Здравствуйте so'zimiz bizda assalomu alaykum ma'nosini anglatadi. Yoki bo'lmasam keyingisi привет. Привет so'zimiz bizda salom so'zini anglatadi. Привет. Endi biz yoki bo'lmasam murojaat qilayotganda молодой человек, девушка yoki bo'lmasam mужчина yoki женщина deb murojaat qilishimiz mumkin. Молодой человек yosh yigit degani. Девушка esa hoy qiz murojaatida yoki qiz ma'nosini anglatadi. Endi mужчина bu erkak kishiga bo'lgan murojaat, женщина ayol kishiga bo'lgan murojaat. Yoki kimgadir murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, извините, извините ma'nosida ham kechirasiz deb murojaat qilishingiz mumkin. Endi keyingi aspektimiz как тебя зовут? Как тебя зовут bu sening isming nima degani yoki как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут bizda sizning ismingiz nima deb tarjima qilinadi. Va javoban меня зовут Asal. Mening ismim Asal ma'nosini anglatadi. Endi a тебя degani seningchi degani yoki a вас sizningchi ma'nolarini anglatadi. Hurmatli o'quvchilar, как вас зовут izohlarda o'z ismingizni yozib qoldiring. Endi keyingi aspektimiz bizda сколько тебе лет? Сколько тебе лет degani sening yoshing nechida? Va сколько вам лет? Сколько вам лет so'zi bizda sizning yoshingiz nechida deb tarjima qilinadi. Endi agarda bu pozitsiya sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, давайте. Здравствуйте или же девушка, меня зовут Asal, а вас очень приятно. Очень приятно degani tanishganda juda yoqimli ma'nosini anglatadi. Ya'ni siz bilan tanishganimdan xursandman. Очень приятно. Endi keyingi etapimiz откуда ты? Откуда ты bizda sen qayerdansan ma'nosini anglatadi. Откуда вы esa siz qayerdansiz ma'nosini anglatadi. Va shu yerda я из deb javob beramiz. Я из. Endi demak iz deganda undosh harfga tugaydigan mamlakat, shahar nomi bo'lsa, oxiriga a qo'yamiz. Ya iz O'zbekistona, ya iz Toshkentda. Agarda so'zlarimiz a yoki ya harfiga tugasa, oxiriga i yoki i qo'yamiz. Ya iz Moskvy, ya iz Moskvy bo'lib shakllanadi. Endi keyingisi esa можешь дать, пожалуйста, номер телефона. Можешь дать, пожалуйста, номер телефона. Telefon raqamingni bera olasanmi? Yoki можете дать, пожалуйста, номер телефона. Можете дать, пожалуйста, номер телефона. Можете дать degani bera olasizmi? Ya'ni siz ma'nosini anglatadi. Я вам дам номер наших операторов. Men esa sizga pastdagi izohlarda operatorlarimiz raqamlarini albatta qoldiraman. Va siz xuddi shunday rus tilini qiziqarli va oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tib, albatta menejerlarimiz bilan bog'lanib, darsliklarimizga bemalol yozilib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi biz esa davom ettiramiz. Keyingi oxirgi etapimiz bizda rada была познакомиться.
Rada была познакомиться deb ayollar aytadi. Ya'ni har bir so'zni oxirida a qo'shimchasi bor. Endi rad был познакомиться esa erkak kishilar aytadi. Buni hammasi tanishganimdan xursandman ma'nosini anglatadi. Endi keyingi momentimiz bizda до свидания, до свидания yoki bo'lmasam пока-пока, до свидания или пока. Hurmatli o'quvchilar, agarda sizga bu darslik foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyalarda demak o'zingizni ismingizni yozib biz bilan tanishing va like bosib qo'yishni unutmang. Xudo xohlasa, keyingi darslarda ko'rishguncha. Всем пока-пока.